Ozayibga tushuvdi, tersam, opa ko'tardi. Assalomu alaykum opa. Taksi so'rovdingizmi desam, ha, so'radim, qayerda turibsiz dedi. Pavorodda turibman desam, nimadasiz dedi. Men istaman dedim. Siz qayerlisiz dedi. Chernobyldanmi opa, qayerga borish kerak dedim. Siz mana mahallaga kiring dedi, chiqib turaman dedi. Hali mahallaga kirib olganman. Qani endi o'sha opa ko'rinsada, aqv yuryapman, baqv yuryapman, oxiri telefon qildim. Opa qayerda turibsiz? Mayda turibman dedi. Ko'rinmayapsiz opajon desam, mana mayda turibman dedi. Ko'rinmayapsiz opa, mahallada meni issiqdan aylantirib yurolmayman desam, mana mayda eshik darqasidaman dedi. Qanday eshik darqasida desam, uy darqasida turibman dedi. Opa, eshik darqasini ko'radigan meni qobiliyatim yo'q dedim. Sen mana chiqyapman dedi, men ham bopladim. Sekin endi eshigini tagiga bilib olib bordim-da, shart mashinadan tushdim. Sekin borib g'isht darqasiga yashinib oldim men ham. Hali opa chiqib, menga ham telefon qilib, qaytasiz dedi. Rolda o'tiribman opa dedim. Sen yo'qsiz dedi. Ha, o'tiribman, qayerga yuradi dedim. Sen hazillashmay yo'qsiz dedi. Ha, qarang yaxshilab o'tiribman rolda dedim. Shunaqa klientlar chiqyapti, jonimga tegdi.